Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan ta'sis qilingan Tor televiziyasining bugungi naq maydon suhbat programmasiga xush keldinglar. Aziz qarindoshlar, men Farhod Yo'qashiman. Oldindan hammangizlarni yurakdan salomlayman va Janob Alloh namingizlarga salomatlik, xotirjamlik, baxt, saodat va baraka tilayman. Shu vaqtlar xayrli bo'lsin. Hurmatli izləyicilər, ko'rayotgan bu Tor televiziyasi, Dünya Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasi xalqimizning yurak sadosi, hammalarning qalb sidishi, shundaqla hammalarniki o'rtaq mulk, ya'ni xalqimizniki o'rtaq mulk. Dünya Uyg'ur qurultiyi tomonidan boshqarilgan butun axborot vositalari, ya'ni sizlar ko'rayotgan bu Tor televiziyasi Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Umum Bayannamesining, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nizam namesining xalqaro ahdnomalarini ro'yiga amal qilgan holda va o'zlari turayotgan davlatlarning qonuniy qattiq amal qilgan asosda tinchlik shaklda tashviqot etayotgan markaziy tashviqot organi, Dünya Uyg'ur qurultiyining markaziy tashviqot organi. Aziz qarindoshlar, bizningki bu televiziyamiz, ya'ni Dünya Uyg'ur qurultiyi tomonidan ta'sis qilingan sizlar ko'rayotgan Tor televiziyasi dunyoning butun ellarida, har qaysi ellarda albatta turayotgan vatan millat davosiga sodiq bo'lgan, samimiy bo'lgan va o'stirayotgan davlatlarningki qonun qattiq amal qilgan asosda tinchlik shaklda faoliyat olib borayotgan butun siyosiy faoliyatlarimizga, butun tashkilotlarimizga ochiq, ishimiz har zaman ochiq. Bu nuqtani alohida eslatib qo'yishni muvaffaq bo'lgan aziz qarindoshlar. Xo'sh, endi bugungi programmamizga kelsak, biz bir hafta burun bugun yapılgan sohbetimiz haqida e'lon bergandik. Ba'zi qarindoshlarimiz balki bu e'lonni ko'rgan qarindoshlarimiz va hozir bu programni ko'rayotgan qarindoshlarimiz ichida bugungi temamiz, sohbat temamiz biroz nozik, ya'ni milliy tashviqotimizni kuchaytirishning zaruriyati va uning taqozosi va uning ahamiyati degan temada bo'ladi. Bu jihatda sizlarni bir atrofli ma'lumotga ega qilish uchun, ya'ni 30 yillik kasbiy axborotchi hayotiningki yerimdan ko'pdan shu axborotchilik, kasbiy axborotchilik bilan o'tgan bizning peshqadam axborotchilarimizdan biri hisoblangan va navbatda Amerikaningki Washington shahrida istiqomat qilib turayotgan Jur'at Nizomiddin afandimni bugun ataydan biz bugungi naqddan suhbatimizga taklif qildik. Mana aziz qarindoshlar, sizlar ko'rayotgan apandim Jur'at Nizomiddin apandim hozir Amerikaningki Washington shahrida istiqomat qilib turibdi o'zi. Assalomu alaykum Jur'at apandim. Ataydan vaqtingizni chiqarib bugungi suhbatimizga qatnashib berganligingiz uchun sizga istansimiz nomidan alayda rahmat aytaman. Xo'sh keldingiz, rahmat. Assalomu alaykum Jur'at apandim. Assalomu alaykum ko'rganlar. Jur'at Nizomiddin. Ben aldıran bana şu fırsatını vergen Dünya Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasiga ananikin bütün şu bizim Dünya Uyg'ur qurultiyini qo'llab kelayotgan şu ko'rganlarga hammalarga chuqur ehtirom yo'llayman. Ko'pincha rahmat. Rahmat Jur'at apandim. Hurmatli izləyicilər, Jur'at apandimni balkim vatanda chiqqan vaqti ancha uzun bo'lmadi. Shuni radioda yashayotgan qarindoshlarimiz ba'zisi bilmasligi mumkin. Men baydab o'tdim. Jur'at Nizomiddin apandim, ya'ni bizning vatandagi Xitoyniki eng asosiy, eng nufuzli axborot vositalaridan biri hisoblangan, ya'ni Abdurayliq Partikan tashviqot bo'limi bevosita qaraydigan atanmish Shinjang gazetida oliy darajalik, ya'ni mudir tayyorlab xizmat qilgan 40 yilga yaqin 81-yil agar xatolashmagan bo'lsam 81-yildan boshlab uzun yillik bir kasbiy o'zi axborotchi. Shundoq aziz qarindoshlar, hozir sizlar ko'rayotgan bilishinglar mumkin, anglayotgan bilishinglar mumkin. Erkin Osiyo radiosidagi uyg'urcha anglitishida hozir qadar bu Qaraqurum burkiti Nizomiddin Husayn degan temada bir chapma xabar berilyapti. Ya'ni bizningki milliy ustozimiz, vatandagi milliy kurashchimiz marhum Nizomiddin Husayn ustozimiz haqidagi bu programni anglayotgan bilishinglar mumkin. Mana bugun ekranimizda o'tgan Jur'at Nizomiddin apandim ana shu bizning milliy ustozimiz, milliy kurashchimiz marhum Nizomiddin Husaynning o'g'li bo'ldi. Xo'sh, Jur'at apandim, siz ham bu bir atalmish Shinjang gazetida uzun yil ishlagan, uningdagi bu darajalik tarix xizmat qildingiz.
Sizningki bu hijrat qilib bu chet elga shundoq muhim bir xizmat o'rnini, yuqori darajali bir xizmat o'rnini tashlab bu chet elga hijrat qilib chiqishingizdagi asosiy sabab nima? Buning sababchi asosiy omil nima? Siz qachon chiqdingiz chet elga? Nima sababdan chiqdingiz? Fırat efendim, Allah'a rahmet. Ben asasen Yakın psikolojisini qilay, chunki o'sha kelimalarni navbat tuzilma emas. Bu fırsatni bayramlar. Ben asosan endi da'vo qilaman deb chiqdim. O'sha Xitoy bilan bir ozroq bo'lsa-mu bir kishilik Uyg'ur da'vosiga chetaldagi bir asarni qo'sha olsam degan niyat bilan uzun yil shunday tayyorlab qolgan. Chunki men uzun yil deyishimda endi Odam rahmat deb ketdi, hozir 20 yil bo'ldi. Bu 20 yildan buyon endi men bu ko'nglimda tayyorlab botdi. Chet elga chiqaman deb shunchalik tirishdim. Maqsadim shu chet eldagi da'vo qilayotganlarni sekiga qo'shilib, chunki men endi hali peshqadam axborotchi unda bo'lgan bir kishilik asarni qo'shsam, asarga chiqib bir axborot tashviqot o'rinlarida bir da'voda asar qilib Xitoydan birinchidan dadamning uchun olsam, ikkinchidan vatan xalqi uchun endi bu hayotimda azroq bo'lsin bir ish qilsam degan plan bilan Amerikaga keldim. Rahmat. Haqiqatan endi bu taqdir va qismatga qaraydi. Endi hammamiz asosan bu muajiratda Xitoy qarshi birlik safida asosda yana birlashyapmiz. Masalan, Jurat apandi mana Sharq Turkiston Xitoyning asosiy axborot vasitasi hisoblangan atalmish Xinjiang gazetasiga mudir ma'lumot xizmat qilgan. Mana ayni vaqtida 1985 yildan boshlab oliy maktabni bitirgandan keyin yana atalmish Xinjiang xalq radio stansiyasi, ya'ni Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi yana bir muhim axborot vasitasi hisoblangan Xinjiang xalq radio stansiyasida uzun yil tarix va jurnalistlik xizmat qildim. Mana hozir biz ikkimiz yana muajiratda bir safda, birlik safda yana birlashib o'tiryapmiz va Jurat apandim, Jurat Nizomiddin apandim hozir Dunyo Uyg'ur klubi to'rt televiziyasining kendisilar ko'rayotgan televiziyaninki Amerikadagi bosh vakolatchisi bo'ladi. Mana biz burun majburan shu sharoitni cheklanish tufayli musobaqamiz hukumatning tashviqotchiligini qilgan bo'lsak, hozir chiqib biz o'zimizningki milliy da'vosi uchun, milliy mustaqillik qilishimiz uchun Jurat apandimda o'tganda bu milliy tashviqotimiz bilan shug'ullanyapmiz aziz qarindoshlar. Xo'sh, Jurat apandim, siz bu chet elga chiqqandan keyin masalan bu siz ham bir kasbiy axborotchi bo'lish sifatingizda, peshqadam bir kasbiy axborotchi bo'lish sifatingizda shu bizdagi milliy tashviqotimizga nisbatan qanday nimalarni his qildingiz masalan? Qanday bir ortiqchiliklarni, qanday bir kamchiliklarni, qanday bir yetishsizliklarni his qildingiz? Bu vaqtda o'zingizning ta'siroti tushanishingiz qanday bo'ldi masalan? Rahmat. Men endi siz nima deb o'tib ketdingiz? Axborot kasbida 30 yil ishladim. Chunki men endi biz oilamiz bo'yicha 2 avlod axborotchi, dadam rahmatlik 50-yillarda shu Xinjiang gazetiga kelib, sobiq Xinjiang gazetida muxbir, tahrirchilar shu kasb bilan shug'ullangan. Keyin umrining oxirigacha yana shu o'zi muxbirlik qilgan bo'lgandan keyin nurg'un narsada bu muxbirlar, sizni endi muxbir bilasiz. Biz to'l vaqtlarda qaynab qolamiz. Vatanda men ham 30 yil ishlagan bo'lsam-mu, shu 30 yil ishlash jarayonida nurg'un xizmatdoshlarim bor. Ya'ni asosan degandek biz Uyg'urlar o'zimiz Uyg'ur axborotida ishlaymiz deb kuyunib shu jon tikib ishlaymiz endi. Buningda kasbdoslarimiz bilan asosan chunki bu bizning boysiz deb o'tib ketdimiz, bu Xitoyning birdan-bir partiyaning organ gazeti. Bizning gazetni endi butun masalan shu Xinjiang xalq radio stansiyasi, televiziya stansiyasi bu hammalar ulgu qilgan debda bizning gazetni. Yani adamlar nima o'zimizdan Uyg'urning gazeti deb bir unaga asarni muomala qilamiz ham bir tirishimiz. Tirishgandan bunun için bizim gazetdan o'zimizdan Uyg'ur boshliqlarimizga bizga o'lchamni yomon qatib qo'ydi. Bir yoqdan tayyorlik savatdan, bir yoqdan tarjimonlik savatdan 2 yilda bir almashtirib chiqarib. Bir yoqdan bir muxbirlik qilsak 2 yil tayyorlik qilamiz, 2 yil tarjimonlik qilamiz. İşte hamma kasbga bular bir o'rinda qo'ymay bizni aytib o'tkazib turadi. Buning ishim tahrirlik xizmati bo'ldi.
muxbirlikni yaxshi ko'rayotgan, muxbirlikni qilgan yosh vaqtlarimda. Undan keyin cho'ng bo'lgandan keyin hamma dadamni endi shu ko'rayotgan ko'rganlar biladi. Agar bilmaganlar shu Aytkin Osiyo bo'yicha Yuriq Sahillar degan saytida men shu dadamning programmasini ishlaydi deb shulardan bir hozir dadamning ish faoliyatlarini so'zlab turdim. Hozir 17-qismiga keldi. Allah balkim dadamni biladi. Anan keyin biz şu noktada endi asosan dadamning ishlaridan men tarix muxbirlikni chiqqanman. Dadamning ish qalpoq kiygizgandan keyin meni bir muxbirlikni ko'rsatib istirdim. Asosan tarixlik qildim. Endi o'zim endi shunday qilib ish bitirdim deyman. Uning ustiga bizning Xitoyda bizning Uyg'urcha gazetda ishlab turib, unvon olmoqimiz oson emas. Shu tirishib turib shu Xitoycha hatto maqola emas, obzor yozishimiz kerak. Bu degan o'lchamlarni qo'yamiz yuqori unvonga. Demak, ularni ilib 5-6 yil ishlab qilib, anan keyin bir amallarni qilib chetga keldim. Shu nuqtada endi mening demoqchim endi bizning shu bugungi programmamizning bosh temasi endi shu milliy tashviqotni qanday kuchaytirishimiz kerak degan nuqtada savolda. Endi mush to'g'risida ozroq so'zlab o'tib ketsam, ham bu tashviqot axborot deganni men so'zimni hammamiz bilyapmiz. Bo'lib dunyo bo'lib shu yaqin ishchining yaxshisi bizning shu Uyg'ur da'vogarlarimizning ichida axborotning naqadar muhimligini istifojib ham uning ustiga hozir bir taraf qilgan media davri unda bo'lgandan keyin hammamizning qo'limiz qo'l telefon, hammalar hozir axborotchi, hammalar muxbir, demak fursatlar chetlarda bo'lmashqa axborotning rolini endi so'zlab ketishning hojati yo'q. Endi shu sharoitimizda men endi o'zim Paratapanim deb o'tib ketdingizmi? Dunyo Uyg'ur politining endi Amerikadagi vakolatchimiz bo'lib o'rnashadi. Qo'rimizda. Ben bununla shu o'zim iltimos qildim. Xayron zaman doktor Sa'atendi bilan ko'rishib, aslida men ham qayerga chiqsam Uyg'urning bir axborot o'rnimiz Erkin Osiyo vakilligi qilgan shuni bo'lsin bir muxbirlikni tayyorlab qilib Uyg'urning xalqining ovozini dunyoga anglab qilib ishlatab o'ylagan. Tabiat endi Erkin Osiyo radiosiga fursatimiz oz bo'lib ketdi, chunki o'qigan ziyolilarimiz jab, axborotchilarimiz jab birdan ishga amalda yo'l topganlar chetga chiqib o'zining rolini joriy qildiryapti. Anglashga lag'imda qarab o'tmay, oxirgi dunyo o'rtatilgan to'rt televiziyasi deb Paratapanimni ko'rgandan keyin mushundan bir iltimos qilsam bo'ladi deb o'zim iltimos qildim. Iltimos qilib, shu to'rt televiziyasini kuchaytirib qo'ygan bo'lsa, chunki bilan shu to'g'risida so'z tushib, ana keyin programmani boshladik. Endi demak shu maqsadim shu, endi shu to'rt televiziyasini yaxshi yapasın. Bunun muhimligi to'g'risida xalqimiz hammani bilib turibdi hozir. Bunga ishimiz hojat yo'q. Bunga qanday yaxshi shu to'rt televiziyasiga men o'zim qanday mulozimat qilaman. Xalqimga qanday, chunki meni iltimos qilishim, gap esim keldi. Dunyo Uyg'ur to'rt televiziyasi iltimos qilishim, bu bizning bir mening o'zimning qarashimda bu bizning bir Uyg'urning bir organ, bir axborot o'rni deb qarayman. Birdan bir dunyo Uyg'ur qurultayini ben de mesela memnunlar bizde bu 20-30 yıllık tarihiyle elmisaktan davagerlerimiz bizim kahraman uluklarımız bizim şu hazırkı reislerdeydi, burun reislerdeydi, şunçuluk psikoştan hemmeyle cinni septirip can kılıp atkan bir can meydanı bu. Hem bizim özümüz can kılıp Xitay'la hazır bir koral kötürüp bardığında şeraitimiz bulmadan mümkün. Biz çok media, axborot orqali Xitay'la can kılımız. Bunun için ben o'zim bütün vaqtimni, bütün zehnimni, hayotni berishayman deb chetga keldim ham dunyo Uyg'ur to'rt televiziyasining yaxshi chiqishi uchun men bir kichik qasamni qo'shman degan planim bor. Rahmat, albatta sizga ko'p rahmat javoblaringizni efendim. Chunki biz endi bu mavzuga biz xuddi Muhammad Imom Bug'ro milliy ustozimiz, milliy inqilobchimiz Muhammad Imom Bug'roni aytganidek biz vatan uchun vatandan ayrildik. Biz rahat, faragat için ayrılmadık, canımızı mutlu için, can bakış için vatandan ayrılmadık. Çünkü kendimizden vatandan uçurmadan bizde siyasi, iktisadi, içtimai yerimiz var. İnsanlar ama biz şu vatan, milli müstakilliğine asıl kaltırışına çağırtabildiğimizde kudü mümkün bir etkanda bu niyatta bu maksatla çıktık ve çıkan ziyalilerin hemisi bana sizin de etkanda sizin ve üstüyadan ziyalilerimiz satıldı çıkan mümkün.
qo'llarning imkoniyati yer bergan davrda bu milliy da'vo bilan shug'ullanib kelyotidi. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Menni shu endi bu Jur'at apandim biz zaten nimani bilsak shuni qilishimiz kerak ekan bu da'voda. Bilgan ishimizni qilishimiz kerak ekan. Anaqa do'ramchilik emas. Men bu ishni yaxshi bilaman. Mushu ishni qilsam bildi ekan deb. Siz bu milliy tashviqotni tanlabsiz. Men bulardan 26 yil burun chattaga chiqqan vaqtda zaten chattaga chiqib mushu nimani tanlagan. Men mushu sohada xizmat qila oladiganman deb. Hozirgacha izchil turda o'sha milliy tashviqotni shug'ullanib kelyapman. Albatta, Arkanasya radiosi 10 yildan ortiq alohida yardım xizmat qildim. Hozir dunyo huquqiy bu sizlar birga hamkorlashib to'rt televiziyasida xizmat qilyapmiz inshaalloh. Bularni buni talab qilishamiz. Jur'at apandim sizni endi bayman deb o'tdim. Endi masalan hozir Arkanasya radiosidan sizningki dadangiz yana marhum ustozimiz milliy inqilobchimiz Nizomdin Husayn apandimniki hayoti tunishtirilgan sizning dadangiz albatta butun Uyg'ur xalqining dadasi Qaraqurum Burkuti. Sizning dadangiz endi bu dadangizning oxirgi yillarda siz dadangizdan yangi bitdingiz. Dadangiz qanday bir sizga qanday vasiyat qoldirgan, sizga qoldirgan eng chong ta'sir nima bo'lganmish hayotning oxirgi vaqtlarida? Rahmat. Endi dadam to'g'risida biror bir eslamalarni, dadamning hikoyalarini so'zlab men Arkanasya radiosida shu intervyu bir hikoyalarni so'zlab qilyapmiz. Endi men hurmatli ko'rarmanlar, agarda shu Arkanasya radiosini anglayotgan bo'lishi mumkin. Ham bundan keyin shu dadam to'g'risidagi shu hikoyalarni 30 qism 40 qism qilamiz deb shuni bir anglashtirni umid qilaman. Endi qaysi meni qat'iyatga qanday olib kelib qoldingiz, siz qanday mushaqlarga kelib bu da'vo dasturiga qatnashman deb turasiz degan savolingizga shu men asosan ham chet elga kelib qilishimdiki zoti bağımsam bo'lmaydigan, hatto vatanga kirolmaydigan holatda bo'lg'achqa men keldim. Chunki bilsangiz 20 yil burun dadamni bular tutib 97-yili yani 3-kun dadamlar kechida uyga kirib tutib chiqibdi. 8-10 mashina bilan vaqtdan buyruq tushadi, undamanda deb. Dadam shu chog'da 70 yoshga kelib qolgan. Shu Şinjan Madeni Journal'da e'lon qilinayotgan tarixiy maqolalarni yozib o'tirgan vaqtda. Dadam o'tgandan keyin bu xuddi hozirgi shu xalqimizning beshiga kun kelib, hozir endi eng tarixdan betar vaqt-ku. Shunday kun hammamiz ota-onamiz bilan ko'rishamagandek, shunday bir ziyofat shu 20 yil burun mening beshimga shunday bir kelgan. Dadamni bir aytgandan keyin 70 yoshga kirgan buvayni aytib chiqaygacha izdirib yo'q bo'lib ketdi. Bu çağda hozirgidek bizim yuqori bo'lmag'achqa men bizxonning muxbirlarining dadam qayerda nakatda dadam deb men shuni izlayman deb bormagan turlarim qolmadi. Hech bir yerning xabari yo'q-da dadamning. Salomatligi yaxshi bo'lmay turayotgan mezgilda. Shunga men jiddiylashib turib bu soqchilar haftada bir keladi uyga, shu birinchi boshqarma soqchilar uyga kelib uylarni aqtirib dadamni aqtirdi, mening uyim ayrim. Bunda vaqtlarda meni chaqirib kelib, dadamning onasida u bu deb işte materiallarni olib ishlab qiladi. Dadam esa depressionlar bo'lib desam, dadam hayot, xotirjam bo'l, yaxshi turyapti. Endi so'raysa ortib ketdi demaydi-da bular. Bir o'zimiz kelgan soqchining keyindan men ular shu bir kichik bir golpoy mashinada chiqyapti, bir 5-6si. Uydan materiallarni ko'tarib, anan keyin biz darvozani cho'g'lab, old darvozani chiqaman, yangi penjaradan chiqadigan kichik bir tor yo'l bor deb, bular chiqiblar, qarab tursam, ular oldinga chiqib ketgandan keyin taksiga to'sab keyin borib bordim. O'sha zot naylar deb dadamni bir topay. Deb oqidan taksi bilan borib, masama shu 3-turni tarafga ma'lum poyezddan taraf Urumchiga aşağı qarab mangdi. Aşağı bo'lgan aşağı kenda deb uning uchun taksi mashinasini ezib qoldim, taksi shofirga o'ylashtirib apa aşağı qarab mangdi. Shu yer binolarni ko'rib, men ichida turmadim endi chambarcha tashqi darvozada saqlab turibgan deb. Atam ko'rdim endi sanada qasrga kirib qolsam, bir ushtrab chiqsam doktorxonasi ekan aslida u. Bu nima deb birinchi qavatda bir turgan ishni unda ish ko'rib qo'ydi. Shunda ochsam, o'sha ichida bizning uydan ketgan olti soqchi
materialni dadamning ichida qo'yib dadamning dialoglarini so'zlashib o'tiribdi ekan bular. Men endi maymoqroq qo'yni ish qo'ygandan keyin bir ya tozlik uymi ya bir qo'ljidigan yami deb bundan ichib qilib asani ko'p o'tirg'alam kelib qoldimda işte meni oy deb qoldi. Oy sen bizim arab keldingmi? Ha? deb vaqirab men qo'rqib qoldim jamliqamni deb atlab jata qoldim deb. Ondan keyin shu mana ashuna bir marab kirgancha meni yana kim bilan nuqta deb qo'yib u chog'da men cho'chib ketdim. Uyimga telefon qilib mana shu ahvol bo'ldi. Men chiqib Alloh undan qarani deb aksaga bir gaplarni qilib qilsam men ham seni tutmaymiz hozircha. Chunki dadam doktorxonasida dadam sen boqmasang olmaydi. Hozir sen keyin so'zlashimiz deb shunday qilib qo'yyapti. Buni nuqtliq nafas qilib shunga men ish kirib borman. Nuqtliq tekshirgan obyektiv qo'yganda nuqtliq nazorat qilgan shundaymi? Nuqtliq nafas deymiz endi Xitoyda aslida kimlikni qulflab qo'ydi, chiqsab qo'ydi degan. Ana uni o'qimay iltimos qilib men unvon olishim kerak, men muxbirlik chiqsam bo'ladi, bundan sezishim kerak desam, bu yerga idora rahbarligi qo'shildi. Men yana qilsam, shu Xotan bilan Qashqarning oralig'idan Loq degan bir yez bor, shu yezda ular choz qurgan kerak, tekshirgan o'rin. Bu ashula o'ynakchi bo'lib ishgan yana sizin. Yani men shu ma'lumot Google'ning tekshirganini deb kompyuterga chiqib qoldirib shu yerda men o'tkazmay birinchi avval qildim. Men bilan birga bog'lar mashinani saqlab turib ketdi yashadi. Demak, bu ham yoqida ma'lumotdan ham ishtirokda ashuna mehmonxonalardan chiqib saqchi mashinalar keladi. Buni yaxshisi menga faqat qaramchilik bo'lmadi. Bir xil ma'lumotdan abobda deb uyga kirib chiqib ishlab yurganim bilan juda siqildi. Bu bilan nimada qilib deb anaki mumkin bir shu 2008-yili bularlik olimpikni Apadov Xitoyga deb bizning Urumchidagi bir nashr o'tkazgan bir faoliyat bo'ldi. Shu chog'da yana meni bular chaqirib olib mehmonxonaga yetib kelsam, olimpikni nashrni o'tkazib olamiz deb meni bir mehmonxonaga qo'yib qo'ydi. Bir xizmatdoshim men qattiq. Demak shunda zulm nurni qo'yib ko'ygashga qattiq. Men endi shu vatandan chiqib ketmasam men zot chetlarga chiqib dadamning uchun olmasam chetlarga chiqib Uyg'ur davosini qilmasam bo'lmaydi. Shu banasa bir amallarni qilib balamni oldi bilan ifodim Avstraliyaga 2009-yili so'ng o'g'lim Avstraliyadan chiqarib etdim. O'g'lim shu o'g'lim bo'lsin bir chaqirib bizni bir achib bir amal qiladi. Pasport olaman ishib oxiri bir amallarni qilib ta'min o'chirdim foydalanib Amerikaga oldim. Dadam Tamam, şu anda dadamın hikayesini anda şu ko'rarman xalqimning haqiqiy masala deyishni anglashini umid qilaman. Chunki dadam endi vatandagi shu islomni bilsa asosan chet eldagi da'vogarlarni biladi. Dadamning so'zlari asosan shu yaqinda bilan erkin masala deyishni anglashadi. Ko'p rahmat. Rahmat haqiqatan bizniki ustozimiz, milliy inqilobchimiz Nizomiddin Musayev makrama tekrar cennet olsun deymiz hakikaten. Mesela şu siz dadanızla şu dadanızdan ahirki vaktlarda sizinki dadanızla sözleşiş, şu çatada çıkış arzuyunuzu ifadelaş nemesi oldu mu dadanızla aynı vaktida? Bildi. Dadam rahmetlik, endi burundan ben buna o'ylab baksam, dadam şu 20 yıl vayronchiliklarda yurdi. O'chaqlarda men bo'lib kichik o'g'ashqa bektir dadamning faoliyatini shu yezib qishloqlarda men o'zim bo'lib qozoqlar orasida yurib boshlang'ichdagi to'liq o'tirgacha men qozoqcha maktabda o'qigan. Qozoq o'zimni azroq bir o'zimni o'qish tarixini bir so'z aytaymi yoki siz qozoqcha bildingizda undaysa qozoqcha o'qidim to'liq o'tirgacha. Andan keyin uning uchun dadamning xizmati 1979-yili 10-yerlik mezlikning qalpog'i ilinib biz Gizxonga qaytib keldik. Samizda bir qozoqlar arsiz etdik. Qaytib kelgan 80-yili 81-yillar Gizxonga qozoq tarbiyalangan qozoq Gizga adam oldik degan keyin shu yerda xizmat qildim. Ben ishlab yurib andan keyin cho'nglar ma'rifining adabiyot kasbini o'qidim. Andan keyin Xitoy tilini o'rganib Gizxonda muxbirlik qilsam Xitoy tilini o'qisamayotganda uni o'qidim. Shunaqa ikki to'liq kurs diplomini olib
Onun için Uyghur tarihini çıkıp işledim. Muhtarlık tarihi. Bu jarayonda Gizlistan'ın özünün yana axborot kasbida bir o'qinglar deb o'zlari yana maxsus bir narsamizni olib Şinjan Kaspi Üniversitesi deganda u yerda bir o'qinglar deb 2 yil bizga vaqt chiqardi. U yerga o'qidim, ishlar qilib, hamda sizlardagi muntazam universitetda mashhur maktablarni bitiramagan bo'lsak-mu, ishga kirishib turmishib, shu bosh qo'ymay vaqtni bosh qo'ymay o'qib kirishib hozir qolib keldim. Endi mushalatda dadamning tavsiyasi menga Dadamning tavsiyasi nima bo'ldi desangiz, dadam endi asosan chet elga chiqishni tavsiya qilmaydi. Buning uchun desangiz o'z vaqtida mumkin nazorat o'sha Ayso baglar bilan shu chog'larda endi shularning ta'siriga qo'yilgan bo'lgan ekan dada. Hammamiz chet elga chiqsak, inqilobni qilib vatanni turib inqilob qilishimiz kerak deb dadam vatanni turishini qo'rqmay shunday bir inqiloblarni qilib sizlarga yana shu Erkinasiya radiosida bor. Boshqa endi biz oxirgi turmaga ketgan chog'da turmadan Arlıkta bir çıktı dedem. Hem de bu öyle ahırmış bir yılda türüne kırıp dedemini ahırlıktan akırıp etken çağda Arlıkta türünde doktorxanaga çıktı. Sana tamak koşu ister dedi. Ben bir doktorluk ahırlıktan dedem tamak apagan çağda. Şu çağda dedem ben hayatla müşahede çıksam balam seni türüne çatarga çıkarıyordum. Davan şu yerde kılmasam bu yerde otak orada ki benim hayatım ahırlaştı da özü azraq bir vasiyatnoma qoldirganda shunday bir gaplarni qildi. Chunki o'z vaqtida endi shu Dolqinaysami bizning o'yin kelib odamlar bilan mishadi asosan da'vat dastur qilayotgan bolalarni qilishdan tinidi. Mesela dadam bizga o'tganda hozir mishadining o'rintimni qilib dan qilaylik deb shulardan nur turyapmiz. Shu dadam shu chog'larda endi bu turmada arlıktan bir bağlantıda anamkin özün bir hayatının bir hatırı izip koşlarda da Müslükin lazım buldu dese nerede turmada izip şunu birisini çıkartıp tükentir. Onu cıkartarlar onu anısı Erkinasiya Radyosu'da. Dedamın andi şu çağda şuna dedi çetelge çıkırıtın oynasında. Onu bir amalan kırışıp durmuşup dedamı tüket etti. Onu açıldıkken sorunumla çetelge çıkardım. Hem dedamın bana yana vesiyet kaldırdığını hem de ahirde karşı bir tesirlik bir hikaye var. Adam dünyanın 3. günü 97. yılı günü Türkiye'de dünyanın 3. günü nasıl bir yıl olan kimisi ben yollarını yapışırıp adamın oturmadan açıktım öyle dava altında. Dünyanın 3. günü açıktık. Şu aralıkta bir 20. gün bir ay yakın çıkı doktorxonada adamın dava altı fakat esnek gelmedi. Ahırda hayat kurbanı diyen ki de 98. yılı 4. ayının 7. günü keçide dadam can özüp kaldı. Şunun için hem de ben apam rahmetini tavrisini bir yoklap bile kurban yetti. Hem de dadam beni ağır koygan için çıkanmaya kalıma da dadamı bir koştup çık yaptım tavrisini yoklap. Kelsem şu saat 9'a geldim. Kelsem ben şu tinip yitip kendim. Ben keldim dedi. Ben keldim de bir pijamasını soyup da oğat deyim. Şunu bir adam közünü çek. Ben işaret ediyormuş bu narsani apayada qo'yishni qilib. Chunki dedam uydaymiz, yozuvchilik ustida bordi, shuni endi yo'qotdi. Olima deb işte men ko'rsatdim. Araqda qalam tutgandik, bunday edi. Men shuni davat qilamaylik, ma'ma deb qalamda nima dedi deb, "Men bir narsa yozgan o'xshaydi, endi yozib bir narsa qilmoq o'xshaydi. Men qalamda qo'lga bersam, qalamni ilib, qaytib meni qo'limda qalamni tutib, qalamni bir sıktı kalanla. Dedem kalanın için çıkarttı da dedem şu kalan bilen köreşkil davatlarını da koydum. Hem de şu dedem'in hakkıgan tesiri ondan başka hikayeler çıktı. Allah mekanı cennet kısa. Hakikaten Milli Üstazımız Nizamlı Hüseyin 20 yıllıkta ona karanlık zindanlık ötüzgen ama hiçbir zaman müsabit konuştukta hakimiyetiyle kız tutmayan ömrünün ahirigacha, tanıdığının ahirigacha hakikaten bütün ömrü yana halkımızdaki yana bilipmi asasında şu yaşlarga ehmiyet berip yaşlarning milliy tuyg'ularini uyg'otishga alayda ahmiyet bergan va bu jihatda alayda ishlar qilgan bir ustozlarimizdan biri va bu da dunyo kulturi hozir rais Dolqinaysam efendim ko'p ta'lim olgan dadamizdan ayni vaqtda ko'p bo'lib ekan. Men va dadamiz bilan ham o'zimizning dadasi, men chiqishda turib ko'rishda kasb dash bo'lganimiz shu.
tekrar vatana cennet olsun deymiz Cüneyt efendim. Hoş albatta hürmetli televizyon görüşler. Benim Cüneyt efendimdeki Cüneyt efendimin programına bir şey tanıştırıp ötkendim. Yani bizdeki milli yönetmenimiz, milli ustazımız Karakur'un Bürkütü Nizamlı Hüseyin'inki oğlu ve 30 yıllık kesbi akbaratçı Amerika Washington şehrinde istikamet tutturmaktan ve hazırlıkta dünya yönetmeliği Tor Televiziyası'ndaki Amerika'daki baş vakalesi Fırat Nizam'dan efendim bilen sohbet ötüzbatımız ve milli ustazımız, milli küreşçimiz Nizam'dan Hüseyin'inki sizden hayatını yürümendi sana hazır Aknasya Radyosu maksus bu hafta Karakur Bürkütü degan namda çatma program verildi. Uyadımı bu hafta tafsili malumatga ega bo'lasiz. Xo'sh, Cüneyt Nizam'dan efendim rahmat sizga haqiqatan endi biz siz safarga chiqdingiz chiqqandan keyin izchil turib qo'lingizdan kelgancha bu milliy tashviqot bilan shug'ullanib kelyapsiz va hozir bizniki dunyo televiziyasiga sepib qo'shildingiz. Sizcha endi bundan keyin bu masalan bu milliy tashviqotga salqirash bor hozirgacha endi va o'zimizga anotib nima ish qilamiz o'zimizga degandan foydasini olib deydigan milliy tashviqot bilan salqirash xohishi bor chetlarda. Bu milliy tashviqotni tushuntirishniki ahamiyati nima endi sizcha masalanda buni haqiqiy ahamiyati endi buniki ahamiyati milliy tashviqotniki. Rahmat. Men endi buningda ko'z qarashimni deyman. Çünkü siz hazır dediniz ki özümüzün altını kılımız da hem de hazır bütün hemimiz ortak şu kampı meselesi, vatandaki halkımız, ortaklarımız, Uygur halkının bakıyatan tarih en ağır zulüm bolavatan mezgilde hazır hemimiz demiş kılımızda fırlavatan mezgil emrimizden. Jübretli karşı çıkatımız, nurgun yaşlar özünün iktidarını cari kıldırıp, koşulan dava dasturumuzga es koşuvatıda hemimiz habersiz degandek o'zimiz birga ishni qilishimiz kerak, qo'limizning demokratiyasini Xitoy bilan jang qilishimiz kerak, o'rtag'an bo'lsa qo'paqda qilishimiz kerak. Ana shu nuqtada ham qayta izladimizlar, Tor televiziyasida kuchayotgan bo'lsa, o'sha qatnashgan bo'lib muhimdir. Ham bunga ikinci qatnashgan gapini yana qayta o'tirishning hojati yo'q. Hozir masalan tashviqotning shu zarurligidan bizning hozirgi kampı meselesi bütün dünyada Uygur'un haleti hazır dünya Türkiye'de ama aparat örgütü bulavatı. Lakin bu yeterlik emez. Biz yana şunu dedim toplam biz aparat teşkilatını küçültmemiz gerek. Şu hazır aslında aparat medya organlarını içip hedef özümüzün katıldık faaliyetlerimizi Xitay'a karşı gösterken bütün dünyanın aparat organlarını içip hedef müşküllerin sorunu Allah'a kötü rahmet eğitiler mi şu noktada? Hem şu endi sizin söylediğiniz belirtilmiş axborot kasbida shug'ullanayotganlar o'zimizning rolimizni nihoyatda bir keskin joriy qildirsak deb o'yladim. Shu nuqtadan biz uyushib, o'zimizni markazlashtirib, hammamiz o'z oldimizga mana o'yladim. YouTube'dan bir alkonitin bir ichilik bilan ashad o'zlaymiz. Yana shu so'zlaydi. Ulardan ko'ra biz to'qim bu organ bir axborot o'rni deydigan bir o'rinni biz aşı örneği küçültmemiz gerekiyor. Bu noktada mesela hem de Amerika'da şu dünya hakkında Tor televiziyasına kanalımız, müşakalımız dağıtımız. Biz müşakil kısak, nurgun yaşlar var hazır. Akbarat okuyan, yakın mesela medyanın ondan bildiğin nurgun bilimli yaşlar var. Aşağı hemisi etrafımızda uyuşu mümkün. Bizim iş kolaylığı çünkü hemimiz yığılıp, Xitay'ın şu kokuduğun, Xitay bir tanıyordığun, yığılımızda Xitoydan buyon eng kuchli dunyo Uyg'ur qurultiyi bu. Shu Uyg'ur qurultiyining Tor televiziyasini biz cho'qim jonlantirishimiz kerak. Buni his qildim. Chunki hozir endi bu medianing taraqqiyoti bilan bu nihoyat yaxshi bo'ldi. Hammamizning qo'l kelganda hammamiz har joyda so'zlasha olamiz. Lekin o'zini biz odamlar endi to'g'ri foydalanib o'zimizning tashviqotini butun dunyoda qaysi tilga ketilga, lekin o'zaro bir-birimizga endi Xitoyga uqtirgan shu holatda endi bu oyda bir-birimizin bir uçumuzu aladigan, bir tilib oladigan, chiqib so'zlab oladigan aslında bir odat gibi ishlar aylantirib qilyapti. Endi yomon ta'siri, lekin umumli emas. Odat ba'zan bir o'z oldiga axborotni bilmayman deganlar. Endi hammamiz ko'pishib kuchimizni markazlashtirib tashviqot biladiganlar tashviqotga
namoyish qilib qo'shin tashkillaydiganlar, qo'shin tashkillaydiganlar, dunyo uyg'ur tilida muntizam butun davlatlar bilan, organlar bilan so'zlashib, yaxshi tamkin atmayotganlar, ular o'zining ishini qilsa, biz tashviqotimizni kuchaysak, ammo ijod tashviq qilishning muhimligini men qanday his qildim desangiz, biz cho'qim da'vo qilayotgan 20-30 yildan buyon qatorda o'tirib chiqib da'vo qilib vatan millatga qilayotgan qahramonlarning ish faoliyatini biz cho'qim mush tashviqot o'rnini qilib uni kerak. Hayot bir turlam emas. Mening o'yligim biz cho'qim masalan dadamning hikoyasini so'zlayapman hozirgidek mush kompaniya masalasi bo'lgan chog'da hammamizning uchun kompaniya masalasini so'zlaymiz. O'tgan ishni o'zlab ketgan vaqtimizni deb deymiz, endi vaqtimiz ketib hammamiz o'zimiz qilolmaydigan ishni yugurib chiqib aqsalarni olib berishimizning hojati yo'q bunda. Cho'qim berishimiz, hammadan berishimiz kerak. Hamma odam hozir vatan xalq millatni qutqizishimiz kerak. Bunga chora tutishimiz kerak. Endi shu vaqtda Uyg'ur tashviqotida dunyo hukumatining ma'lum bir sahifasini kuchaytirish uchun biz cho'qim bizning o'zimizning qahramonlarimizni chet elda da'vo qilayotganlar 20 yil o'tsin yaxshi noatijiq bayat edigan qahramonlar bular. Biz qahramonlarimiz o'z atrofimizda bor, o'zimiz ashdan ko'rmasak, o'zimiz ish faoliyatini bilmasak, ham ish faoliyat tashviq qilish orqali biz ulardagi bir ruhni tashviq qilish odamlarga. Chet elda Uyg'ur nüfusimiz az emas hozir. Endi bu faoliyatlar qatnashayotgan, tashviqotni qilayotganlar, o'tirib chiqib so'zlayotganlar jiq emas, yetarli emas. Bularning uchun deganda bularning asosan to'lisi vaziyat o'zgarib qoladi. Xitoyning shu deb o'ylaydiganlarni yo'q. Bularda ichidan işte qaynab kelayotgan ruh yo'q. Bular chunki u ruhni o'rganmadi. Mezgillarda bu Xitoy bizga sharoitlarni bermadi. Asosan Xitoy o'zining ma'rifidan tarbiyaladi. Unda o'rgangan kelganlarimiz asosan chet elga kelganlar odatli odamlar emas, pul topgan yoki biz xizmat qilib yaxshi shunday odamlar baldir chet elga keldi. Biz mush bolalar o'qishimiz kerak. Qanday qilib yetaklaymiz deganda ham Uyg'ur tashviqotini o'zimizdan shu dunyo huquqidan to'plashni ko'rsin. Yana boshqasan biz yaxshi programmalarni boshlab, programmamizni qisqartirib, da'voda sirqilayotgan peshqadamlarni o'shaning ruhini, shularga qalb yo'ritib olsak, bu cho'qim ishlar aytishmaydi. Shuning orqali biz odamlarning ruhini uyg'otib, Xitoyga qanday taqobil qilamiz deganni asosda hammamiz shunda bir kuch egalaymiz deb qarayman. Taqsimdan qaygandan buyon, qaygan 3 yil bo'ldi, men hozir shu 3 yilga yaqinlab qoldi. Men kelibman, peshqadam da'vogar o'zimizning ustozimiz ham doimiz Robiya Qodir xonimning yeniga keldim. Da'voning asosini shu deb. Men kelgan chog'larda shu dunyo o'qitining raisi Robiya xonim mashinasini aytgan nima ishimiz bor, ishlarni bilib qilayotib da'voni endi yetib o'rgandim endi. Asosan demak, bu Robiya Qodir xonimizning men bir ruh oldim deganga. Men dadam tugab 20 yil bo'ldi. Men bir dadamning tarbiyasida shu ruhlarda bo'lgan, ana keyin 20 yil jarayonda jambiqish bo'ldi, bo'ldi, xizmat qilsak deb, bola o'qimsak deb, unda bir gap so'zlarni anglamadik, chetlarga tayinlab aşağıda bir çetelek bir çıksak şu yerde bizim davalarımızda çok aşağıda çıkıp kulağına bir hamkarlasam degen oyun bilen Rabia Kadir Hanım'ın peşine geldim. Hakikaten ben ruh aldım. Çünkü Rabia Kadir Hanım'ın her bir sözleri, her bir iş faaliyeti, bütün vücudu bilen, vicdanı bilen adam gözü karşıma dadamda kan sözlerdi. Ben özümü dedim. Hakikaten şu sizin tapkanda ben dadamla tapkanda oldum. Çünkü siz şuna ruh var. Ben nakmiş nasıl ihtiyacım da. Tanışkanın yapısı müşahitlik şu vaktini ötkazmayda kalınıp mümkün çatı yaşamakın asasından kança üretende biz ordumuz var, anlık aklımındaki pulumuz var diyen bilen dünyaya gelip kendimiz kurup konular kaldık, vatandaki oyunlar kaldırmamız kaldı cahide. Anda o hem diyorsun ise şarayetlerim yaşlandı. Ben başka iltimas kıldım. Allah kalırsa bütün inisiyatimizden basmış çetlerindeki şu muhaciret ürünlere tecrübatını kuchaytirib, shuni bir ro'yini o'rsak, qahramonlarimizning ish faoliyatlarini so'zlab film ishlab ashlamamiz deb. Chunki bu ruh degan yomon narsa, odamlarimiz har vaqt tarbiyalanib, ruhdan quloqlar anglab, shunday bir tashviqotni ko'rib turish kerak. Shundan anaqi odamlarimiz chiqmayotgan, o'tirib chiqmayotganlarimizdan bir mushkil chiqib, biz hammamiz qo'zg'almoqchi, hammamiz o'rtaq axborot erishishimizga bunda bir yalnız axborot erishamiz bu endi vatandagi hozir qilishimiz kelgan kunlarni keltirmaymiz.
Rahmat, Cüneyt Efendi, hakikaten doğru ettiniz. Ben harekette birlikte saklaş için avval fikirde, birlikte saklaşta fikirde, birlikte saklaşında ideolojiya zaten bilinçte olduğunu ilişkin, sağlam olmayan ideolojiya tesir güçler geçtir olduğunu ilişkin, halkın doğru merkezi bir yetekçi ideolojiler bu dava sepimizde yetekleşik yaparak kılıç için bir yerde milli teşvikatının emniyeti sizligende layıklı mühim, layıklı sağlam, elbette sağlam bir milli teşvikatının ve doğru yetekçi ideya bir milli teşvikatının ki inşallah biz bunundaki bütün ömrümüz şu vatanda 40 yıllık yakın akbaratçılık bilen ütüktü. Kesbi akbaratçılık bilen memlekete çıkanlık gibi devamlaştırıyoruz. İnşallah bunundaki biz bir yerde programlar başında arkadaşlarım gidip öttüm. Bu kısmet kararlarda, benim bildiğim kısmet, ben burun Xitayda asas axborot vositasi hisoblangan Sharq Turkistondagi Shinjon xalq radio stansiyasida muxbir o'zini xizmat qilgan 85 yildan tortib Virat apanning eng asosiy Xitoyniki gazeta hisoblangan organ gazeta hisoblangan Abdumalik Partikomniki Shinjon gazetaniki o'zini yuqori darajadagi oliy tarbiya bu yerda xizmat qilgan. Biz mana hozir chet elga chiqib Virat chiqib chiqqandan keyin men biroz burun chiqdim. Yani biz milli birlik sepimizde bir araya geldik ve milli müstakillik görüşümüz için biz mevzunu getirip bir yerde birlikte takdim ettiğimiz ve Zamdan efendim Sakrovat'tan Dünya Kulti Top Televizyası'ndaki yani Kulti'nin Organ Televizyası'ndaki Amerika'daki baş makalesi ve bunundaki inşallah Cürat efendimlerinin güzel programlarına yani Kıranızda hoş Cürat efendim qo'shimcha qiladigan biror fikringiz bormi? Inshaalloh biz bugun siz bilan suhbatni boshlab oldik. Bundan doim boshqa temalardan doim siz bilan suhbatlashib turamiz. Yani qo'shimcha qiladigan fikringiz bo'lsa anglaylik. Anadagi programma asosida yurishtiraylik. Rahmat. Mana shu yana bir asab o'zimning shu hozir endi murojaat Uyg'urlar orasida shunaqa isbot berish, guvoh qilishni qilish degan faoliyatlar bo'layotdi. Men unga Vatandaşlarımdan sözleşip çünkü benim ayağımın bir yıl oldu bula şu tutkençe hazır tekrar ya türmüydü mü ya ki kampıydı mı nerede kıynetten kıynetten hazır kampıydı ulan da yaşını kağıt hani yolmağı da bir adam yerde alıp yapmış mümkün emez bu. Ben bir söz söyle ha. Oldu. Artık Hoş. Evet. Şimdi bazılarının hepsi oturmakta matematika okuyucusu. Belki yavaş, anlattım, kısmet mesuliyetçen, anlattım şu esasen kesip bilen şoğullangan şundak bir ağırlık ve beraber miktar. Bu ayağının hepsi var, yaşını kalan bir başka. Buna 90 yaşında 40 kaldık mı? Hem bu en sıra ben de işin keldik mesela bana okuyup çıktığımız New York'ta hapis geldiğimden geldiğim ıslak tutup ahırda bu ayağım bu sonra yaşını kalgan için eşlerini verip görüp sen bulmaydı. Hem de vaziyetimizni bilirse adamlarını tutup bu işinde diyen de neden yurtlarını kıldık. Çok insanlar kadar. Lekin endi bu bolalarning hepsi opam bilan yashab qoldi. Men bu yerda sendan ketib ashulaga anamiz bo'lsa vatanda kim qoladi? Men hech ish qilmasam, men shu o'qitish tursam deb o'sha Xitoyliganga bir ozroq tushunib qoldi o'g'ay. Vatanga ketgan. Bag'ani bir oydan keyin o'tirib ketdi. Hozir yo'q. Ondan burun filmimni Mısır'da okuyan kızdı, o kızımdan da oğlum Avustralya'da Mişer'de turanlarda ben ekesem, o kızımı yani şu vaziyetin ölçerlerine kaldı oğay ketimen apamdayanı bir korkuya o kız ketken o kızın tutup solap hazır 7 yıl kesivetti. Bu kızın ondan akıllı karak geçirim teşkilatının kalıbır oturup çıkırarak oğlum dava dastırını kılıp Avustralya'da yürüvetti. Demek, benim düşüm kalmıştık, İğirkir'le köygendeki ben çıktığım yapısı bunu bu Kalau bu bolalarni olib chiqib qanday olib ketib bir yoqni qiynab voy junti qilgan shu bolalarni olib zulfiyan topolmadik deb ishlab turgandan keyin hamma olib ketdim. Alikeyin bu yerda o'tirib chiqib asli necha yil burundan bir tashviqotlarni shug'ullanib Xitoydan
vaqt o'tib ketyapti. Shug'ullangan bo'lsam bo'lardi. Demak, oilamning ahvoli hozir demak ayolim turmada, ayolimning singlisiga men bilan ko'rishdi. Bolalar bilan ko'rishdi. Uni bir o'tirib ketgan. U qiz hozir shu joyda shunday qilib oilaga kelib endi menga emas hammamizning bir shakl kelyapti-ku. Shunday ahvollar bor. Shu ahvoldan men guvohlik bergan hisobda men bir televiziyada bir bizani aytib ham tog'imni ham to'rt televiziyani bilan keyin yaxshi aytamiz. Buningga kuchimiz bilan tirishchilik ko'rsatib bilan misafirlaydi. Ko'p rahmat qo'ying. Ben sohbet işimiz davatsız bo'lsa kapat sohbet işinin bilan bir haftada bir hafta programı bo'ldi. Hurmatga Jurat Nizamni haqiqatda biz hozir siz mana bu yerda shohidlikdan guvohlikni o'tdingiz. Bu guvohlik masalasi bu masalan o'tgan 2018-yilda dunyo huquqiy boshliqlikka chetlarida bilyaptimizda xalqaro jamoatchilik safarlarlik keltirish va xalqaro jamoatchilik orqali Xitoyga besim ishlatishyapti jazolangan masalasida yaxshi bir ilmga erishdik. Hozir zaten bu xalqaro matbuotlarni olsun, xalqaro yaxshi tashkilotlar olsun yoki Birlashgan Millatlar Tashkilotining bundan boshqa eng asosiy kun tartibdan biri va qiziq qiymish va pilotada hozirgacha Uyg'urlar masalasi va Xitoyniki shartlik santasqal jazolangan masalasi. Shuning uchun biz boshqa qilmasligimiz kerak va bu kun tartibni xalqaro matbuotlardagi bu kun tartibni xalqaro dunyo jamoatchiligininki ishida hozir bu mavjudlarni saqlab kelayotgan ishchilarni davomli qo'llashimiz kerak va albatta tafsilo g'ayrat qilishimiz to'g'ri keldi. Bo'libmi bu guvohlik berish, shohidlikni o'tish ishi nihoyatda muhim, intayin muhim ish. Biz bu quruq gap emas, bu isbot, dalil isbot ko'rsatishimiz kerak xalqaro jamoatchilikka va xalqaro matbuotlarga. Bu endi birdan bir yo'li nima? Bu yerda shu guvohlikni o'tish. Shohidlikni o'tish, guvohlikni o'tish nihoyatda muhim, yaxshi bir ishni ta'kidladingiz. O'zingizning boshlab qo'ydiz. Alloh razı olsun. Rahmat Jurat apandan. Ataytan degan vaqtingizni chiqarib sizni chalishtirib qo'ydik. Agar ma'lumotlar olishsin, yaxshi bir so'zlashdik, o'ylashdik. Bulardagi inshaalloh biz dunyo huquqiy televiziyasini yana kuchaytirishga va milliy tashviqotimizda yana yuqori pallaga ko'tarishga birlikda harakatimizni inshaalloh rahmat sizga unda olsa ko'rishishga aman bilan sizga takkar rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Sizlarning ko'rayotgan dunyo huquqiy tarafini tasdiqlagan to'rt televiziyasidagi naqddan suhbat programmasi. Yuqorida biz Amerikada Washington shahrida istiqomat qilib turayotgan 30 yillik kasbiy axborotchi bir sobiq Shinjon gazetasi yuqori darajalik muharriri ve bizdeki milli ustozimiz, milli kurashchimiz, Qaraqurum burkiti Nizomiddin Husaynning o'g'li Jurat apandim bilan milliy tashviqotni kuchaytirishdagi muhimlik va zarurligi degan tema cho'riga asosida bugun biz suhbat olib va suhbatimizni shakllantirmoqchimiz. Aziz qarindoshlar, juma kuni biz o'yinlikka, ya'ni shu juma kuni Germaniya vaqti tushki soat 15 da va Turkiya vaqti soat 17 da siyosiy panohlik tilash haqida maxsus leksiya o'rlashtirdik. Maxsus mutaxassislarimiz bu haqda leksiya o'rdi. Aziz qarindoshlar, bu haqda bizdan hozirgacha siyosiy panohlik tilash masalasida her gün degidek o'nlarcha yuzlarcha qarindoshlarimiz bevosita telefon orqali xat orqali bizning siyosiy panohlik tilash masalasi haqida savol so'rayotdi. Hammalar bir-biriga javob berib bilolmaymiz va biz maxsus siyosiy panohlik tilash haqida leksiya o'rlashtirgan avval qatim birinchisini boshlagan biz juma kuni bu leksiyaning ikkinchisini beramiz va bu leksiya orqali sizlar o'zinglarning butun savollarga bu leksiyadan javob topa olasizlar. Shu aziz qarindoshlar, buni misollarga hisob qo'ydim. Biz juma kuni intiqomlar Germaniya vaqti tushungan soat 15 da, Turkiya vaqti soat 17 da siyosiy panohlik tilash haqida maxsus leksiya o'rlashtiramiz. Buni qiziqchi qarindoshlar bo'lsa, bularga diqqat qilsalar bo'ldi va bilmaganlarga bu haqda xabar berib qo'ysalar, hammalarga minnatdorlik bildiramiz. Rahmat aziz qarindoshlar, shuning bilan bugun suhbatimizni inshaalloh oxirlashtirmoqchimiz. Qilaqatan suhbatimizni ko'rishishga aman bilan, xayr bo'lsin.